Assalamu alaykum qadirli savatdaşlar. Farabi 4 dersxanasına hoş geldiniz. Bugün hazırkı zaman Uyghur dil dersimizin 18. dersini ötümüz. 18. dersimiz sözlük, yani Uyghur dil sözlük hakkında to'xtalib o'tamiz. Dersimiz başlashdan burun o'tgan saatlik dersimizin ahirida so'rab o'tgan ichki savolimizga qisqacha javob berib o'tamiz. Birinchi, maqol va tamsilning farqi nima? Bunun cevabı, maqalda xalqning turmuş tecrübelerini yakunlangan oy fikirler udul ifadelanadi, ama temsilde bolsa, bundaq oy fikirler udul emas, belki şeylerning, yani şeyler degende canlıq ve cansız şeylerning hammasini ko'rsatadi. Belge xususiyetler orqali aylan yo'l bilan ifadelanadi. İkinci, siz eng yoqtirgan hikmetli so'zdan birini qoldiring deb ekanmiz. Ben bununla özüm eng yaxshi ko'radigan tuvandagi hikmetli so'zni qoldirdim. Özüڭ rava görmegänni halkym rava görmeýän Elşir Navoiy tarafidan qaldyrylan hikmetli söz. Sizin okşaşla özüňiz eng ýaxşy gördigan hikmetli sözün birini qaldyrsanız boldy. Undaqda dersimizge başlaýly. Amli dersimiz kelsek, Uyghur til sözlügi hakkında düşünce berip ötümüz. Ma'lum bir tildeki barlyk sözler bilen ma'nisi we roli sözgü baraber bolgan idiomlaryň jygynsy şu tilning sözlükini teşkil kıldı. Cümleden Uyghur tildeki barlyk sözler bilen idiomlaryň jygynsy Uyghur tili sözlügi dep atyldy. Yani sözlük tilning quruluş materialy hesaplandy. Söz bilen idiom Uyghur tilideki leksikalik birlik hesaplansın. Bunun içinde söz asaslık leksikalik birlik hesaplandı. Çünkü söz sözlüknün asas gövdesini teşkil kıladı. Ma'lum bir tilning sözlükünün bay yoki kambag'al bo'lishi şu tilning sözlükidagi sözlerning sonining ko'p bo'lish bo'lmaslik bilan birga, muhimi ko'p ma'noli sözler, ma'nodor sözler, qarshi ma'noli sözler ve idiomlarning ko'p bo'lish bo'lmasligi, tüs ma'nolarining ko'p bo'lish bo'lmasligi, söz yasash usullarining ko'p ozligi ve xos atalg'ularning ko'p ozligi qatorliq jihatlardan belgilandi. Bu ma'nini aytganda hozirgi zamon Uyg'ur tilini so'zlik boy tillarning biri deyishga bo'ladi. Undaqda nima uchun hozirgi zamon Uyg'ur tilini so'zlik boy tillarning biri deymiz deganda, birinchi, hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi so'zlarning soni ko'p. Gerçi 1997 yılı neşir kılınan hozirgi zamon Uyg'ur tilining imlo va talaffuz lug'atida faqat imlo nuqtasidan 57 ming so'z berilgan bo'lsa-mu, lekin tarixiy va klassik asarlarda qo'llanilgan so'zlar, Uyghur tilinin her qaysi dialekt şevirleri kullanılan sözler, her qaysi fanlarda kullanılan sözler, bazı bir devir karakterli sözler qatarlıqlarını qoşqanda en az bolğanda 100 mingdan eşiş mümkün. İkinci, hazırki zaman Uyghur tilinin sözlüki köp xil tiplik sözlerini, yani kon sözler bilen yeni sözlerini, Iğız tiliga xas bolğan sözler bilen kitabi tiliga xas sözlerini, xas namlar bilen adetlik sözlerini, Uyghur tilida esildan bar bolğan sözler bilen kirmi sözlerini, edebi tilga xas bolğan sözler bilen dialekt şevi sözlerini ve yana bularning içi kirmeydigan bazı bir sözlerini öz içine alıdı. Üçüncü, hazırki zaman Uyghur tilidagi sözlerning ma'nolari mo'l, sig'imchanligi yuqori, ko'p hollarda bir xil fonetiklik shakl orqali bir qadar ko'p ma'nolar ifodalanadi. Ya'ni hozirgi zamon Uyghur tilida ko'p ma'noli so'zlar intayin ko'p. Masalan, Uyghur tilining izoh lug'atida salmoq fe'lining 38 xil ma'nosi, qilmoq fe'lining 16 xil ma'nosi, tortmoq fe'lining 22 xil ma'nosi, tashlamoq fe'lining 11 xil ma'nosi, Aşmaq, aylanmaq degan fe'llarning bo'lsa 7 xildan ma'nolar berilgan. Bulardan boshqa ism, sifat va yana o'xshashlar fe'l so'z turkumiga tava bo'lgan intayin ko'p so'zlar, ko'p ma'noli so'zlar qatoriga kirdi. To'rtinchi, so'zlarning tuz ma'nolarining turi ko'p. Hozirgi zamon Uyg'ur tilining so'zligidagi so'zlarda hissiy tuz, obrazliq tuz, janr tusi, yerlik tuz, devir tusi, diniy tuz, chet til tusi qatorliq tuzlarni uchratib bo'ladi. Sözlük üzlüksüz özgürüp durdu. Ondaqda sözlüknün özgürüşünü görüp ötsek, sözlük cemiyet bilen bevas bağlanışıqa ega boludu. Şuna o cemiyetning özgürüşüge erişip özgürüp durdu. Bu xil özgürüşler tüvenlik cihetlerdi ifadelandı. Birinci, bir kısım sözler istimaldan kaldı. Mesela, qadimki Uyghur tilida qut degan söz hozirgi zaman Uyghur tilida baxt degan şekilde qo'llanildi. Ammo qut degan söz asosan qo'llanilmaydi. Bundan boshqa qutsiz, yağı, sap, tılmaç, yani tongchi tercüman ma'nosi ki tılmaç, tongchi bo'lgan bu qator so'zlar o'xshashlar qut degan so'zga o'xshash hozirgi zamon Uyg'ur tilida asosan qo'llanilmaydi. Chunki bu so'zlar iste'moldan qolgan kon so'zlar qatoriga kirdi.
İkinci, yeni sözler köplep sözlükке kirip durdu. Çünkü cemiyet üzlüksüz taraqqiy qiladi. Bunun bilan nurg'un yeni yeni hadiseler barliq kelib durdu. Mesela lazer nuri, atom, raketa, kamera, televizor, kompüter qatarlıqlar burunqi davrlarda yo'q bo'lib, hozirgi davrlarda bar bo'lgan yangidan ijod qilingan narsalarning atalg'ularining hammasi yangi so'zlar qatorida ko'plab so'zlikka qo'shilib turdi. Üçüncü, söz ma'nolarida o'zgarish bo'ldi. Ya'ni so'zlarning ma'nolari yoki kengaydi, yoki taraydi va yoki ko'chidi. Shundoqla konkret ma'nolar abstrakt ma'noga, abstrakt ma'nolar bo'lsa, konkret ma'noga o'zgarib turdi. So'zlik tilda tutgan o'rnining o'xshamasligiga asosan asos so'zlik va odatlik so'zlik deb ikki turga bo'lindi. Endi asos so'zlikni ko'rib o'tsak, so'zlikdagi umum xalqqa birdek tushunishli bo'lgan doim qo'llaniladigan so'zlarning yig'indisi asos so'zlik deb ataladi. Masalan, tabiat hodislarini bildiradigan so'zlar, odatdagi harakat o'zgarishlarni bildiradigan so'zlar, odam badanidagi a'zolarni bildiradigan so'zlar, tuqqanchilik munosabatini bildiradigan so'zlar, sonni bildiradigan so'zlar, odatdagi xarakter holatlarini bildiradigan so'zlar, o'rin tarafni bildiradigan so'zlar, hayvonot nomlarini bildiradigan so'zlar qatorliq tuvandagi so'zlarning hammasi asos so'zlikka tava bo'ldi. Ve bu sözler o'xshashla xalqqa birdek tushunishli bo'lgan va turmushimizda doim qo'llaniladigan so'zlardir. Endi asos so'zlikning alohidaliklarini ko'rib chiqsak, asos so'zlik umum so'zlikning yadrosi va eng muhim qismi hisoblanadi. Asos so'zlikda shu tilning tipik alohidaligi gavdalanib turdi, Uyg'ur tilidami shunga o'xshash. Endi asos so'zlikning alohidaligiga kelsak, birinchi zo'r darajada turaqliq bo'ladi. Asos so'zlik kiradigan so'zlar Uyg'ur millatining o'z hayotidagi eng asosiy, eng muhim, eng ko'p qo'llaniladigan she'yi va ularning turli munosabatlarga aloqador hukmlarni ifodalaydigan so'zlar bo'lg'achqa, ular zo'r darajada turaqliqqa ega bo'ldi, avloddan avlodga qo'llanildi, o'zgarish intayin osti bo'ladi. Masalan, 7-8 asrlardagi Mani diniga oid Uyg'ur yozma yodgorliklarida kun, kishi, oy, put, Tengri, ishki, biz, bu degandek so'zlar 10 asrlarda yozilgan Oltin Yoriqdagi ot, osh, bek, kal, qiz, qo'y, o'rdak degandek so'zlar Qutot Qublikdagi odam, kitob, oy, kun, olim, bosh, podshoh, yulduz degandek so'zlar Turk tili divanidagi og'iz, bu hozir ig'iz shaklida qo'llaniladi. Urush, uzoq, o'g'il, o'lim, och, kir degandek so'zlar uchraydi. Bu qadimgi davrlarda qo'llanilgan so'zlar, hozirmi o'xshashlar qo'llanayotgan so'zlar va bu so'zlar turaqliq bo'ladi, asosan ma'nolari o'zgarmaydi. Ikkinchi, turaqliq bo'lg'achqa tabiiy holda umum xalqqa o'rtaq bo'ldi, ya'ni bu so'zlarning hammasini umum xalq tushunalaydi. Üçüncü, turaqlıq və umum xalq ortaq bo'lg'achqa, ularning so'z yasash iqtidori intayin kuchli bo'ladi, ya'ni yangi so'zlarning yasanishiga asos bo'ladi. Masalan, Uyg'ur tilining uzoqliqda qaraydigan bo'lsa, boy so'zdan foydalanib, intayin ko'p so'zlar va so'z birikmalari yasalgan. Bundan boshqa yo'l degan so'zni o'tgan soatlik darslarimizda ko'rib chiqdik. 10 nechadan ko'p ma'nosi bor va o yo'l degan so'zdan foydalanib, intayin ko'p so'z birikmalari yasalgan. Endi umumlashtirib aytsak, asos so'zlikdagi so'zlar o'zlarining umum so'zlik sistemasidagi o'rnidan qaraganda turaqliq bo'ladi. Qo'llanish doirasi jihatdan qaraganda bo'lsa, umum xalqqa o'rtaq bo'ladi. So'zlikning taraqqiyot jarayonidagi rolidan qaraganda bo'lsa, so'z yasash iqtidori intayin kuchli bo'ladi. Endi odatlik so'zlikka kelsak, odatlik so'zlik deganimizda umum xalq birdek tushunib ketolmaydigan qo'llanilish doirasi tarix bo'lgan so'zlarning yig'indisi odatlik so'zlik deb ataladi. Undaqda odatlik so'zlikning alohidligini ko'rib chiqsak, birinchisi o'zgarishchan bo'ldi, asos so'zlik turaqchan bo'ldi deb ko'rgandik. Odatlik so'zlik bo'lsa o'zgarishchan bo'ldi, chunki u jamiyatdagi o'zgarishlar bilan bevosita bog'lanishli bo'ladi. Jamiyatning iqtisodiy, madaniyati, fan texnikasi, turmush ahvollarining o'zgarishiga moslashib, o'zgarib turadi. Bundaq o'zgarish asos so'zlikdan tez bo'ladi. Ikkinchi, umum xalqqa o'rtaq bo'lmaydi. Asos so'zlik bo'lsa, umum xalqqa o'rtaq bo'ldi deb ko'rgandik. Ya'ni odatlik so'zlik o'zgarishchan va turaqsiz bo'ladi. Odatlik so'zlikka kiradigan so'zlar qo'llanishda sinf, kasb, rayon,
yaş ayrımı, mədəniyyət səviyyəsi qatarlıq cəhətlərdə fərq buludu. Üçüncü, adət sözlükdəki sözlərinin söz yasaş iqtidarı aciz buludu. Dördüncü, adət sözlükdəki sözlərinin sanı asal sözlükdəki sözlərinin sanıdan köp buludu, tərkibi mürəkkəb buludu. Əmdi adətki sözlükdən türlərini görüb çıxsaq, adətki sözlükə tövəndiki türlər kirdi. Birinci, konu sözlər deyilmizdə hazırki zaman Uyğur dildə istimaldan bütünlüy qalğan yoki asasən istimaldan qalğan sözlərni göstərdi. Konu sözlər öz içidən qədimki sözlər və tarixi sözlər deb ikkiga ayrıldı. Məsələn, qədimki Uyğur dildə budun şəklində qo'llanılan söz bolsa, hazırki zaman Uyğur dildə xalq degan şəkildə qo'llanıldı. Bundan başqa qədimki Uyğur dildə balıq degan şəkildə qo'llanılan söz, hazırki zaman Uyğur dildə şəhər degan şəkildə qo'llanıldı. Bulardan başqa tegin və yağı degan söz oxşashla hazırki zaman Uyğur dildə şahzadə və düşmən degan şəkildə qo'llanıldı. İkinci, yangi sözlər. Yangi sözlər deganimizdə ictimai aloqaning ehtiyojiga moslashish uchun barliq kelgan və barliq kelayotgan yoki şeyi və yangi hadisələrni ifodalaydigan sözlərni ko'rsatadi. Məsələn, mikro, patent, lifit qatarlıq sözlər ictimai aloqaning ehtiyojiga moslashish uchun və texnologiyaning taraqqiyotiga erishib yangi sözlər barliq keldi. Üçüncü, kəsbi atalgılar. Kəsbi atalgılar deganimizdə türlü kəsb və türlü sohalarning öz kəsbləri doirasida qo'llaniladigan söz atalgılarni ko'rsatadi. Bu yerdagi kəsb keng ma'noli söz bo'lib, u ham hozirgi davrdagi turli fanlarni ham Uyg'ur millatining turli an'anaviy qo'l hunarvanchiligi kasblarini o'z ichiga oladi. Masalan, matematika, ximiya, tilshunoslik, qonunshunoslik, tibobat, navoiychilik, dinshunoslik degandeklarga o'xshash Uyg'ur tilidagi kasbiy so'zlar umumlashtirilib, fan texnika atalg'ulari, qo'l hunarvanchilik atalg'ulari va diniy atalg'ular degandek turlarga bo'linadi. Dördüncü, dialekt şivi sözleri. Ma'lum bir dialekt yoki şivi rayonida qo'llanilgan so'zlarni ko'rsatadi. Masalan, adabiy tilda it degan so'z xotin dialektda sek degan shaklda qo'llaniladi. Aqlsiz degan so'z bo'lsa, divan degan shaklda qo'llaniladi va bularni umum xalqning tushunishini atayin. Beshinchi, kirimi so'zlar. Kirimi so'zlar deganimizda bir tilga boshqa tillardan kirib o'zlashgan so'zlar, shu tilga nisbatan kirimi so'zlar deyiladi. Bu kirimi sözlər ərəb dildən kirgan sözlər, faris dildən kirgan sözlər, xitoy tildən kirgan sözlər, ingliz tildən kirgan sözlər, rus tildən kirgan sözlər qatarlıqlarni o'z ichiga oladi. Bulardan boshqa chet tillardan kirgan sözlərmi bor. 6. Kitobiy sözlər. Kitobiy sözlər deganimizda jonliq tilda ishlatilmaydigan, ya'ni ig'iz tilda ishlatilmaydigan, faqat yoziq tilda ishlatilgan sözlərni ko'rsatadi. 7. Qisqartirilmiş sözlər. Qisqartılmış sözlər deganimizdə söz yoki ko'p bo'g'imliq birikmalarni qisqartish orqali hosil qilingan sözlərni ko'rsatadi. Ya'ni bu deganlik ba'zi atalg'ular yoki ba'zi so'z birikmalari intayin uzun bo'lganda va qo'llanish ancha qulaylik bo'lmagan vaqtda bularningki bosh harfini yoki bir bo'g'imni qisqartib ilishni ko'rsatadi. Endi bugungi darsimizni umumlashtirib aytsak, bu yerda ko'rgan chambarning o'zi umum so'zlik bo'lsa, ichida ko'rgan qor chambar bo'lsa, asos so'zlikni ko'rsatadi va cho'ng chambar bilan qor chambarning o'rtasidagi bo'shliq odatdagi so'zlikni ko'rsatadi. Bu yerdagi asos so'zlik bilan odatdagi so'zlikdagi so'zlar ba'zida o'zaro almashib, o'zgarib turadi. Bugungi darsimizning oxiriga keldik. Darsimizning oxirida bu darsimizga munosabatli bo'lgan tuvandagi savolni sizlarga so'rab o'tamiz. Ma'lum bir tilning so'zligining boy yoki kambag'al bo'lishi qaysi jihatlardan belgilanadi? Bu savolning javobini o'xshashla YouTube videomizning ostidagi baho qismiga yoki Instagram hisobimizning DM qismidan uchirib yozsanglar bo'ldi. Undaqda keyingi soatlik darsimizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.